Buyrak va jigarni detoks qilib tozalovchi 7 mahsulotlar va videoni oxirida esa bachadonni atigi birgina mahsulot bilan qanday tozalash mumkinligini ham aytib o'taman. Birinchisi lavlagi. Tabiatning eng kuchli qon tozalovchisi. Jigaringizdagi maxsus fermentlarni faollashtiradi, toksinlarni 2 baravar tez olib tashlashga yordam beradi. Ikkinchisi sarimsoq, ammo uning siri shuki, ertalab uni xom holda iste'mol qilish jigaringizning detoks yo'llarini kuchaytiradi va buyrak filtrizatsiyasini 30% ga oshiradi. Uchinchisi limonli suv. Bu jigaringizni ko'proq safro ishlab chiqarishini ta'minlaydi. Buyragingizdagi zaharli yog'larni parchalashga yordam beradi. To'rtinchisi kurkuma. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, oltin ziravorlar shikastlangan jigar hujayralarini tiklaydi va buyrak yallig'lanishini atigi 14 kun ichida kamaytiradi. Beshinchisi klukva. Jigar faoliyatini qo'llab-quvvatlab, zararli bakteriyalarning buyragingizga yopishib qolishiga yo'l qo'ymaydi. Oltinchisi zanjabil. Zanjabil a'zolaringizda qon oqimini oshiradi va tozalanish jarayonini 50% ga tezlashtiradi.